Assalomu alaykum aziz hurmatli do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsizlar deyman. Men Shamsullo, Afg'onistonning Balxolaya Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana bugungi videomizda esa ko'rayotganingizdek Afg'onistonning Sho'rtepa tumanining mol bozorini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Inshaalloh Osif akamiz bilan birgalikda videoga oldik. Agarda do'stlar videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Afg'oniston hayotini ushbu kanaldan kuzatib borsangiz bo'ladi. Qani bo'lmasam videoni boshlaymiz. Juda ham arzonlagan mana Afg'onistonda mollar narxlari do'stlar. Ham qishlog'imizda Afg'oniston do'stlari bu yerda. Afg'oniston bozorlari, mol bozorlari do'stlar. İnşallah like bosib, obuna bo'lib qolinglar. Mana Afg'oniston hayotini mana shu kanalda ko'rib borasizlar. Ha? Mana do'stlar, qora ola buqalar. Hozir narxlarini ham so'rab ko'ramiz. Qancha ekan narxi mana? Qancha bo'l ekran? 43 ming? 43 ming qancha dollar bo'ladi? 8 dollar adashmasam. Dollar ekan do'stlar, mana ikkalasi. Mana ko'rib borayotganingizdek, mana 700 dollar do'stlar. Qani qimmatmikan, arzonmikan yozib qoldiringlar inshaalloh. Afg'oniston bozorlari do'stlar. Bu buqa qancha bo'ldi? Qora buqa? 60 ming oldi. 60 ming olgani? 1000 dollar do'stlar mana. 1000 dollar do'stlar. Qora ola buqa 1000 dollar. Afg'onistonda do'stlar qora ola buqalar 1000 dollar. Arzonmi, qimmatmi inshaalloh yozib qoldiringlar mana. Mana 1000 dollar. Mana 800 dollar do'stlar mana. Qora ola buqa 800 dollar do'stlar mana. Qora ola buqalarni ko'ring mana. Ha, ancha yashar, 2 yashadimi? Tish yormagan ekan, hali yosh ekan, 1 yashagan deyapti mana. Mana Afg'oniston. Qo'ylar 150 dollardan 200 dollardan do'stlar. Qo'ylar ham semizgina qo'ylar. Mana bu yerda echkilar ham bor. 80 dollar, 70 dollar. Mana shunaqa. Echkilar ham 90 dollar. Mol bozorlari do'stlar. Buni shoxini qaranglar. Dahshat shoxi bor ekan lekin. Shoxi dahshat ekan bu. Do'stlar, bu yerda ham savdo bo'lyapti do'stlar mana. Savdosi birodarlar. Savdosi do'stlar, savdo ketyapti. Mana baraka bo'lyapti, sotilyapti do'stlar. Qo'lim yo'q deya, sen ham yo'q. Bo'ldi. Mana birodarlar, mana bu yerda ham tovuq go'shtlari sotiladi. Bu tomonlar ham bozor. Bozorning kirishi do'stlar.
yerda ham go'shtlar sotiladi. Mana do'stlar. Filmni to'liq ko'raver. Go'sht kerakmi? Go'sht kerakda, lekin filmning to'liq o'tayna. Mana do'stlar, tovuq go'shtlari qanchadan bo'ldi? 240. 40 ming so'm do'stlar mana. Tovuq go'shti. Mana shunaqa oq tovuqlar do'stlar. Mana shunaqa tovuqlar. Go'shtlar arzon. 70 ming so'm mol go'shtlari, birodarlar. Arma o'zeri baga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maşallah tovuq go'sht olib keting deng. Mana birodarlar, tovuq go'shtlari. Mana shunaqa Afg'onistonda juda ham tovuq go'shti ko'p olinadi. Kilosi 40 ming so'mdan oq tovuq mana. Bu yerda ham mana so'yib sotmoqda. Tovuqlar anırda. Ha. Qishloq bozorlari. Dip as. Ay tartım. Ya, aytartan yo'q. Do'stlar, bo'lmasam like bosinglar, obuna bo'linglar inshaalloh. Mana Afg'oniston hayoti va qishloq hayotini mana shu kanalda ko'rib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar inshaalloh.